أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz ilgirki derslerimizde kitabımızdaki çoğun ikinci kısmı el-ahkam eş-şer'iyye kelip el-ahkam eş-şer'iyye'ninki ikinci mezmunu hükümde to'xtagandik. Hükümning ta'rifatida biz şari'ninki mükelleflerning ish faoliyatiga nisbatan qarta qilgan xitobini talaban aw taxyiran aw wad'an deb uch xil qaydlardan qaydilgan to'q. Talaban degan qayd va taxyiran degan qayd bilan hukmni taklifi deb bir turga avval ayirib olgan. Oxirisidagi wad'an degan qayd bilan yana bir turga ayirib olgan. Shuning bilan hukm el-hukm taklifi va el-hukmul wad'i deb ikkiga bo'lingan. Biz buni shu hukmning dastlabki darsida ikki cho'ng turga bo'linganligini va har bir turninki o'z ichidan 5 turga bo'linganligini so'zlab o'tgan. Biz oldingi darsimizda hukmut taklifi va hukmut taklifining qismlari haqida to'xtalgan. Inshaalloh bugungi darsimizda el-hukmul wad'ininki ta'rifati va qismlari haqida to'xtalamiz. Hamda hukmut wad'ininki ta'rifatini biz hukmni ta'rif qilgan vaqtida bir qurib tushuntirib o'tgan, hozir shunda olsa qaytlaydi. Ya'ni shari bir xitob qildi. Ya'ni xitob degani sharining usuliylarning nazarida Qur'on, hadisdagi naslarni ko'rsatdi. Bir nas keldi. Bu nas amaliy ahkomlarga munosabatlik, ya'ni mükelleflerinki amaliy ishlariga munosabatlik. Shu nasdan mükelleflarning ishiga qarata ma'lum bir sababni belgilab yoki shartni belgilab yoki mani'ni belgilab yoki uning shart sabablari tepilmaganlik nuqtasidan uni sahih botil deb ikkiga ayirib sahih botilligini belgilab yoki aslidagi hukmninki asli hukmi qilib qolgan yoki ruxsatga o'tib ketganlik nuqtasidan ruxsa azima deb ikki turga chiqarib mushu 5 nuqtadan bandalarning sharkatiga munosabatlik bo'lgan xitob nima bo'ladi? Hukmul wad'i bo'ladi deb ilgari darslarda deb o'tgan. Shu nuqtadan hukmul wad'ininki qismi nechaga bo'linadi? 5 ga bo'linadi. Avval biz 5 ga bo'lib turib, undan keyin har bir ta'rifat, har bir qismini ayrim qanaqaligini tushuntiramiz. Cho'ngab turib davatidi aqsam al-hukmul wad'i, ya'ni hukmul wad'ining qismlari degan yakilab ينقسم الحكم الوضعي إلى 5 أقسام. Yani wad'i hukm 5 turga bo'linadi. Chunki biz ilgirki ta'rifatimizda dedik, bütün ahkamlarni tashirishdan shu oydinlashdi-ki, shari'ninki mukallaflarning ish faoliyatiga munosabatlik bo'lgan xitobi ya yuqori degandek talaban taxiramun yoki wad'an bo'ladi. Wad'an bo'lganini tashib aniqlasak, bir ishni bir ishga belgilash deganlik ya bir hukmga ma'lum bir sababdan birini belgilaydi. Ya'ni hukm sababga bog'lanadi, sabab tepilsa hukm tepiladi, sabab tepilmasa hukm tepilmaydi. Ya'ni hukm sababning keyindan so'rilib yuriydi. Bu bir xil belgilash. Ikkinchisi ma'lum bir hukmga shart belgilaydi. Hukmning mavjud bo'lishini vujudga chiqishini shart kerak. Yani hüküm şartga qarashli qolib qolgan. Sabab bilan shartni o'xshamaydigan tarafi hüküm sababga bog'lanadi. Bog'lanish bilan qarashli qolish ikkisi ishga gap. Bog'lanish deganlik sabab tepilsa hüküm tepiladi, sabab tepilmasa hüküm tepilmaydi. Sabab tepilib qolsa cho'qim majburiy tepiladi hüküm. Ammo shartda hükümning hüküm bo'lish uchun shartning tepilishi kerak. Ya'ni hükümning hüküm bo'lib maydonga chiqish uchun shartga qarashli. Lekin shartga bog'lanmoqlikki ba'zida shart tepilib hukm tepilmaydigan ahvollarmi bor. Chunki hukm shartga bog'lanmagan, shart paydo bo'lgan hamonlar hukm paydo bo'lgan. Lekin hukmning paydo bo'lishi uchun shartga qarashli. Ikkisining farqi shu. Ba'zida bu hukmul wad'i bandalarning ma'lum bir af'ollarga mani'larni bayon qilib keladi. Mani'larni belgilab keladi-ki, ma hukmninki ijro qilinishidan ma cheklaydi, ma tepilib qolgan ahvolda hukm ijro bo'lmaydi degandek. Yoki bo'lmasa, ma'lum yuqorida tilg'ib aytgandek, sabab, shart, mani' bir shartlar emas, mana hisobda hukmning sababi tepilmadi. Hüküm batıl oldu. Hükümün şartı tepilmedi, hüküm batıl oldu. Hükümünki mani tepilip kaldı, hüküm batıl oldu. Ya ki hükümün sebebi tepildi, şartı tepildi, mani tepilmedi, hüküm sahih oldu deb hükümlerini sahih ya ki batıllıqını şu şartlar asasında ayrıydı. Bu sihha butlanı bir tür. Ya ki olmaganda hükümün əslideki halet saqlanıp qalıqlıq azime.
Ruxsat holati tugitaglik nima ruxsat deb mushu bo'yicha turlarga ayiramiz. Abturdatıda yanqasimul hukmul wad'i ila 5 aqsam. Ya'ni wad'i hukm 5 turga bo'linadi. Chunki tekshirish orqali shu isbotlandi-ki, ya bu hukmul wad'i degan bir narsaga sabab qilishni taqozo qiladi. yoki bir narsaga shart qilishni taqozo qiladi, yoki bir narsaga ma'ni, bir narsaga bir hukm demoqchimdi. Yoki azima aslidagi hukmning o'rniga ruxsat hukmini durust qilishni taqozo qiladi, yoki shu hukmning sahih yoki g'ayri sahih botil bo'lishini. G'ayri sahih deb qo'shgan sabab chunki Hanafi mazhabda g'ayri sahih, botil va fosil deb ikkiga bo'linadi emas. Ma' nuqtadan shu g'ayri sahih degan atalgan ishlar, ammo jumhurlar sahih, botil ikki. Andoz biz birdan kelaylik, qolgandan keyin to'xtalamiz. Bugun darsimizda sabab, shart, ma'ni haqida to'xtalamiz. Andoz sababdan kelaylik. Sabab degan nima? Desa, sabab deganimiz shari uning natijasiga, ya'ni hukmga demakchi, alomat qilgan. Natija bo'lgan ya'ni hukmning musabbabni hukm deb tushuning. Shu hukmning vujudini, shu sababning vujudiga, hükümның adamini, yo'qligini sababning adamiga bog'lab etgan ish sabab bo'ladi. Bizlarga qiyos babida har qanday bir hukmninki illatul duduq emas, illat sabab ikkisi bir gap hisobda. Ya'ni qayta tushundirsam, hukm butunlay sababga bog'lanadi. Bog'lanadi degan gap sabab oldiga mangdi, keyingi mangsi keyin. Demak, hukmning qanday bo'lishi sabab bilan bog'lanib qolgan. Agar sabab yo'qolsa, avtomatik hukm yo'qoladi. Sabab paydo bo'lsa, paydo bo'ladi. Qandaqdir keyin so'zlaydigan shartga o'xshash hukmning mavjud yoki hukmning ijro qilinishi, hukmning hukm qilib chiqarilishi shartga qarashliq emas. Bunda qarashliq degan nuqtada emas. Bog'lanadi ikkisi birga o'tib ketgan. Sabab paydo bo'ldi, hukm. Sabab yo'qoldi, hukm yo'qoldi. Shu bo'yicha. Unda o'gandan keyin sababning bo'lishidan musabbabning bo'lishi cho'qim lozim bo'lgan sabab tepilgan cho'qim hukm tepilishi kerak. Xuddilikqa iskorlik tepilganda haromlik cho'qim tepilishi kerak. Va sababning yo'qilishidan hukmning yo'qilishi paydo bo'ladi. Lozim keladiki, agar iskorlik yo'qolsa, haromlik cho'qim yo'qilishi kerak. Demak, ma'vo biz xuddi illat shart qilgandek, mandaq sabab cho'qim qanday ish bu? Zohir, munzabit ish bo'lib, shari bu ishni shar'iy hukmga alomat qilgan shar'iy hukm dal ashuning musabbabi. Shunga bayatdanqa musabbab natija deganda biz hukmga qaratilmayapmiz uchun. Ya'ni sababning bo'lishidan musabbabning bo'lishi lozim keladi, sababning yo'qilishidan musabbabning yo'qolishi. Demak, mana shu vaqtda biz hukmning ijro bo'ladigan bo'lmaydiganligini shunga qarab bilan bilalaydigan. Masalan, deylik, Bamdatning bizga farz bo'lishining sababi tangning etishi. Tang atsa cho'qim sabab bo'ladi. Agar tang atmasa 10 yil tang atmasa 10 yil bamdat farz bo'lmasligi mumkin. Masalan, agardagi bamdatning fajrninki farzligi tangning etishi g'ilam qanaqilgan bog'langan. Bunda shart emas, ma'o sabab. Pishinning farz bo'lishi kunning zavoliga egilishiga bo'lgan, bog'langan. Ma'o sabab bo'ladi. Ondan keyin hukm uning musabbabi shaklda hukm bo'lib, shuni bog'lanib keladi. Biz qiyosdagi illatning bahsi deb o'tdik. Har qanday illat hukmning illati sabab deb ataladi. Lekin har qanday sabab hukmning sababi illat deb ataladi. O'tirishdagi farq va o'shkiz misollarini shu vaqtda bayon qilib o'tgan. Illatini munosibni o'tirdagi munosabat hikmatni belgili bo'lsa illat, belgili bo'lmasa sabab. Sabab umumiy atalg'i illatlarning hammani sabab deb atalg'i bo'ladi, lekin sababning hammani illat deb atalg'i. Chunki illatning shartiga tushmaydigan ba'zi sabablar bor. Xolos. Endi keldik. Sababning turlariga kelsak, sabab nimaga sabab bo'ladi desa, shunga ba'zi ulamolar hozirgi sababning birinchi turida sabab hukm taklifidagi sabab bo'lgan nuqtada sababni ba'zi vaqtda nimaning qatoriga tiqib o'tadi. Hukm taklifining mayli qanday bo'lib kelsin, masalan bir sabab bir hukm taklifiga sabab bo'lib bog'lanadigan, bir sabab tepildi, vojib bo'ladi. Bir sabab tepiladi, mandub o'shunga bog'lanadi. Bir sabab tepiladi, haram unga bog'lanadi. Bir sabab tepiladi, makruh bog'lanadi, bir sabab mubah. Demak, bir sabab hukm taklifidagi 5 dona ahkamlarga bog'langan. 5 ahkam, masalan, bir narsaning vojib bo'lishi, bir narsaning mandub bo'lishi, bir narsaning tahrim muharram bo'lishi, bir narsaning makruh bo'lishi, bir narsaning mubah bo'lishi ba'zi sabablarga bog'lanib qoladi. Shu sabab tepilsa, vojib, mandub, makruh degandek hukm bo'ladi. Sabab bo'lmaydi. Masalan, bayat men misollar bergan peshinninki farzligi bizga nisbatan vojib hukm taklifi kunning zavoliga, quyoshning zavoliga bog'langan, zavol paydo bo'ldi, peshin bizga farz bo'ldi, vojib bo'ldi. Bu zavol tepilmadi, peshin bizga vojib bo'lmadi masalan.
Masalan deyli, vaqtga o'xshashlik shari bu vaqtni namoz o'qishning vojib va namoz o'qishni vojib qilishning sababi qilgan. Aqimis salat liduluk shamsga o'xshash. Ramazonga shahid bo'lish, Ramazon oyga shahid bo'lish shari bu ishni bizga shu Ramazonning ro'zasining vojib qilishining sababi qilgan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Sizning melingizdan o'sib chiqqan nisob ma'lum bir miqdorga ega bo'lish. Bu zakatni berishning vojib qilinishdan qana qilingan, sababi qilingan. O'g'rining qo'lini kesishni vojib qilishning sababi qilingan. Mushriklik musulmonning shu mushrik bilan to'y qilishning haromligining sababi qilingan masalan. Kesal Ramazonni iftor qilishning mubohligi bularning hammasi bayatdanqi ijob masalan. Andan keyin nima muboh masalan. Ondan boshqa misollar bor masalan. Demak, mening demoqchi o'g'lim hukm taklifi mutlaqmi bo'ladi? Ma'lum bir sababga bog'langanmi bo'ladi? Demak, sabab hukm taklifiga ham sabab bo'ladi deb ma'no misol aytyapti. Ba'zi sabab bilan mulkni isbotlash yoki halollikni isbotlash yoki o'sha ikkisini yo'qotishni isbotlash degani mulklik yo'qolish. Masalan deyli, savdo desa bir sabab. Aldım sattım deganga bir sabab. Ya'ni mulkni isbotlash yo'qolish. Masalan, mening oldimda bir mal bor. Bu malni sattım desam, malning mulki mendan izola yo'qoladi. Ama pulning mulki mening ichimga. Ağa odamga nisbatan malning mulki isbotlanadi, pulning mulki izola yo'qoladi. Ashadagi savdo mulkni isbotlash onun sababi masalan, savdo bo'ldi, cho'qqum mulk bo'ladi. Savdo bo'lmasa cho'qqum mulk shakllanmaydi. Ondan başqa aytqi masalan, vaqf desa, shu mulkni isqot qilib o'tish masalan, isqot qilishning sababi bir dona qo'lim xizmatkorim bor, ozod qilib o'tdim. Ozod qilib o'tgandan keyin xizmatkorim mening qo'l iligimdan qanaq ketib qoladi, chiqib ketib qoladi, mulk yo'qoldi. Bir yana men vaqf qilib o'tdim, mulkimdan chiqib ketdi masalan. Aqd zavoj, nikoh, to'y nikosi halollikni isbotlashning sababiki nikoh qilgandan keyin halollik cho'qim isbotlanadi, nikoh qilmasa isbotlanmaydi. Taloq nikohga halollikni yo'qotishning sababi, tuqqanlik, qudvochilik, igidorchilik, mirosga loyiq bo'lishning sababi masalan, boshqalarning pul mollarini vayron qilib o'tish, vayron qilib kuchining ustiga qarata to'langining loyiqatli bo'lishining sababi masalan, shirkatchilik yoki mulk shubhachilikning demak, mushlarning hammasida sabab nimaning sababi bo'ldi? Ma'lum bir mulkni isbotlash yoki halollikni isbotlash yoki o'shikisini yo'qotishning sababi. Demak, yuqorqi sabablar sabab bo'ladi. Ba'zi sabab mukallafning bir ish harakati bo'lib, mukallafning qudrati yetadigan shakldagi bir ish harakati bo'ladi. Masalan, deyli, mukallafniki qasdan odam o'ldirishi, undan qisas solishning vojibligining sababi. Masalan, o'zi qildi bu ishni. Ma yuqorqi kelgan misollarimizda, masalan, oyatning hukm taklifida biz kelgan misolning hammasi asosan degudek mukallaf o'zi qilmaydigan ishlar emas, ma'basini. Masalan, mayada qasdan oyatning o'g'irlikmi shu? O'zi o'g'irlik qilmasa qilmayalaydi, lekin o'g'irlik qilganlik tufayli qo'lni kesishning bo'ldi, sabab bo'ldi. Mayadagi qasdan odam o'ldirish qisas solishning vojib bo'lishiga sabab bo'ldi. Mukallafningki o'ziningki savdo, zavod, ijara, undan boshqa aqdlari hammasi shu yuqorqi tilg'agan ishlarningki ahkomlarining sababi bo'ladi. Mukallafningki nisob miqdoriga ega bo'lishi zakatning vojib bo'lishiga sabab bo'ladi. Ba'zida maqduran lah bo'lgan shirkat bo'ladi, ba'zida g'ayri maqdur bo'lgan shirkat bo'ladi. Mukallafga uning ishlarini atqataradi. Masalan, bayatanqa vaqtning kelishi namozning vojib bo'lishining sababi, tuqqanlik, meros, viloyatning sababi, kichik bo'lgan nisbatan viloyatning subutining sababi degandek ma'nolarning hammasi. Endi har holda nima bilan bo'lmasin, biz sabab degan nuqtani shuni oldik. Sabab hukmul vaziyning asosiy xarakteri shu, hukmul vaziyda shu xitobdan chiqqan hukm bevosita vojib, bevosita farz, bevosita makruh, bevosita harom, bevosita muboh hukm emas. Unda o'qas hukm taklifi bo'ladi. Hukmul vaziy deganimiz shu xitobdan chiqqan hukm bir ishga qanaqa qilib sabab belgilaydi. Maash tepilsa, ish avtomatik cho'qim bilan tepilishi kerak. Maash yo'qolsa, ish yo'qolishi kerak. Endi bunda sabab bo'ladigan ishlar hamda bu hukm taklifini ajratib qarash qolmaydi. Ma sabab, ammo bizning erishmoqchi bo'lgan hukmimiz uning keynida. Ma sabab, buning erishmoqchi bo'lgan hukmimiz keynida. Ash keyindagi hukm
ba'zida hukm taklifi yo'lidi, ba'zida mulkning isbotlanishi, halollikning isbotlanishi yo'lidi, shunga o'xshagan masala. Undan keyin yana shu sabab ba'zida mukallafninki qudratidan sirt tabiiy bo'ladigan ishlar bo'ladi. Mukallafning uning bilan munosabati yo'q. Ba'zida mukallaf o'zi qiladigan maylamda xulosalab olsak, mayli qanday bo'lib ketsin. Bizning hozirgi muhim masala mayli sabab hukm taklifining sababi bo'lsin yoki mayli sabab mulk halollikni isbotlash o'qitishning sababi bo'lsin yoki mukallafning qudratidagi ish bo'lsin, o'zi qiladigan yoki mukallafning qudratidagi o'zi qilmaydigan uning iqtidoridan sirt tabiiy ishlar bo'lsin, mayli qanday bo'lib ketsin. Va iza wujida sabab sabablan topilib qolsa, meniki muhim qoida. Sabablan topilsa, mayli o sabab mukallafning harakatining qatoridan bo'lsin, ya unda olmasin. Ondan keyin biz tuvali so'zmoqchi bo'lgan, ma keyingi babda shart ma'noni so'zlaymiz. Bir sabab topilib, shu sababning shartlari, ma topiladi inshaalloh tafsil turib so'zlaymiz. Shartlari topilsa, mavani'lari yo'qolsa, nima bo'ladi? Sebep tepildi, rar sebep, ma şartları tepildi, mavaniler yo'qolgan sebepten biri tepildi degan gap. Bayatdan bir qoidamizning so'zi degan o biz. Sebep tepilgan har qanday yerda hukm tepiladi, sebep yo'qolsa hukm yo'qoladi. Hukm sebepga chambarga balanganida emasmi? Mashta bo'lib qolsa, tarattaba alayhi musabbabuhu hatman degani musabbabuhuning ostiga hukmuhu deb yozilgan. Ya'ni hukm keskin ergishib keladi. Mayli buning musabbab bo'lgan natija bo'lgan hukmi, bayatın degandek hukm taklifi olsun, yoki bir mulk yoki bir halollikni isbotlashga yo'qotish olsun, qanday olsun, sabab, o'lchamlik sabab bo'lib, biz oyatda qo'ygan zohir bo'lish, munzabit bo'lish, shundami? Degandek mushu sababli shartlari to'liq tepilib, buningdan ma'ni yo'qolgan, masalan, cheklar masalan asliga hasob qilish, yana bir hasob qilish degandek bir ma'nilar yo'qolgan asosda, demak, mukammal bir sabab bo'lar. Mükemmel bir sebep tepilsilan çokum ahkam erişip keladi. Kun egilsilan namaz çokum buludu. Madem şartları hazır olsa ve manileri yok olsa. Mesela şartları hazır degeni şu bendeki mükellefke nispeten qo'yilgan shartlar var. Mesela balogatga yetish, aqli joyida bo'lish degandek. Bu shartlar hazırlanib sapsaq adam bo'lsa, kun egilgandan keyin pijin vojib bo'ladi. Ma'nilar yo'qolsa degani, masalan namoz shunda kun egilishiga men hushimdan ketib qoldim. Xolos farz emas bu vaqtida. Yoki men sarang bo'lib qoldim shu vaqtda men farz emas. Demak, shartlar tepilib, ma'nilar yo'qolgan asosda sabab normal holatda tepilsilla, hukm keskin hatman degani sababga cho'qim bog'lanib ketganlik. Bog'landi degan gap acıyamaydi degan gapda. Peyda olsa peyda olurdu, yok olsa yok olurdu. Çünkü musabbab, yani hüküm özünün sebebinden şer'en keçip kalmaydı, kıp kalmaydı. Meyle, şu sebebini bivasıta kılgan adam, musabbabının ergiş kilişini maksat kılgan olsun, ya ki maksat kılmagan olsun. Belki ergiş kiliyordu, gerçi onun ergiş kemesi maksat ya onda bu olmasa tiddep durup kılsımı buluyordu. Mesela bir adam Ramazan'ın seferi kıttı. Bununla iftihar kılış mubah bulavardı. Meyli o aşız kıgan seferde ben iftihar kıldım desim o yani. İftihane, ibahane maksat kılsın. Ya ki o ibahane maksat kılmasın. Kanda olup kessin. Keskin halatda iftihar Ramazan'da roz tutmaslık. İftihar kılış onun dışında mubah bulavardı. Hüküm olup icra bulavardı. Bir adam ayağının dışında raci talak kıttı. Bununla müracaat qaytı veriş iddetinin içinde hakkı sabit buluyordu. Ben qaytı almayman degan niyetlen qilgan bo'ldim. Çünkü onun qilgani şu xildiki hükümning sebebi. Bir adam to'y qilibdi. Bununla o'zi unumusun mahri vacib bo'laverdi. Ayolining nafaqati vacib bo'laverdi. Gerçi uni mahri olmaydiganga, nafaqat olmaydiganga kelishib, mush shartlashib to'y qilgan bo'lsa, amal yo'q. Çünkü nafaqat mahri deganlar aşı sebepke toy, zavaj degan sebepke bağlanıp ketken işki zavaj şekillengendan keyin o halimizin değilsin dişimizin gerdenki sabit bulaverdi. Çünkü şari bir aqli tasarrufatni, bir ishni, bir to'xtam, bir kelishimni ma'lum bir hukmga sabab qilib belgilasa, masalan, ma'lum bir hukmga ma'no sababi deb belgilagan bo'lsa, hüküm aşı aqliga shar'iyning hukmi bilan ergishib kelaveradi. Qanaqdir mukallafning maqsadiga uning ergishib kelishi qarashli qolmaydi. Mukallafningki shari bog'lagan musabbabatni, hukmlarni, sabab natijalarni o'zining sabablariga bog'lagan, bog'lashni shishib etish huquqi yo'q. Anoganda shari bog'lab etgan bog'lash bo'ladi. Buni bu sababning nimasi asosli xarakter mazmunlari shu. Endi hukmul vadining ikkinchi qismiga kelsak, shart. Şart bilan sababning farqi bayatni dedik.
sebep hüküm bilen çembersiz bağlangan. Bağlandı degan gap acıyanmaydı. Kaysi kilidi, yo'qolsa yo'qoladi. Ammo shart bağlanmaqliq. Balki hükümning sharti. Hüküm buluşu üçün muşu buluşak aldın hazırlaş tegishlik. Amma ma yo'qolib kelsa hüküm bo'lmaydi. Lekin ma shart tepilib qolganlik bilan hüküm mecburi şekilde bağlanıp kelgay onda emas. Hüküm icra qilinmoqchi bo'lsa mushunga munosabatlik. Lekin shartning paydo bo'lish bo'lmasligi hukmninki kelish kelmasligiga ta'sir ko'rsatmaydi. Balki hukm masalan ijro olmoqchi bo'lsa shartga qarshi qiladi bas. Shu haftada aytdi shart degan nima desa, hukmning vujudi, hukmning bo'lishi avval hukmning gapi amayada. Sababning bo'lishidan hukmning bo'lishi, sababning yo'qolishidan hukmning yo'qolishida boshlagan. Madem hukmning bo'lishi shartning bo'lishiga qarashliq. Hükümның şartның yo'qolganligidan hükümның yo'qolishi lozim keladi. Shart yo'qolsa hüküm tabiiy yo'qoladi. Chunki u degan mashhur. Endi meyadagi shar'iy vujudidan maqsad ta'siri mayli bo'lishi degan gap, hukm bo'ldi degan gap, hukmning ta'siri, shar'iy ta'siri, hukm ijro bo'lganligi ta'siri agishkil degan gap. Endi shart isingli bo'lsin, mashrutning xarakteridan sirt bir ish. Uning yo'qolishidan mashrutning yo'qolishi lozim keladi, lekin bo'lishidan onun bo'lishi lozim kelmaydi. Masalan, zavjiyatlik talaq çözülüşünün şartı. Bir adamda talaq qilish uchun cho'qim ayxotin bo'lish kerak-ku. Yot odamni talaq qilib olmaydi, yot ayolni talaq qilib olmaydi. Unda o'ganda men talaq qilishim uchun mushu men talaq qilmoqchi bo'lgan ayol men ayolim bo'lish kerak. Ma shart. Lekin ayolim bulab qolganlikdan talaq qil deganlik chiqmaydi. Talaq qilish uchun ayolim bo'lish kerak. Lekin ayolim bo'lganlik uchun ham talaq qiling deganlik chiqmaydi. Sabab tepilgandan Alloh cho'qim keladi. Lekin ma'noda hukmning bo'lishi uchun shart bo'lish kerak, lekin shart bo'lganlikdan hukm cho'qim bo'lish kerak degan olmaydi. Ya'ni bu odam zavjiyat tepilmasa talaq tepilmaydi. Lekin zavjiyatning baliqidan talaqning cho'qim bo'lish lozim kelmaydiki, ayolliki bu odamning hammasi talaq qilish shart emas. Andigan tahorat desak, namoz o'qishning to'g'ri bo'lishining sharti masalan. Namoz tahoratsiz to'g'ri emas. Unda o'ganda namoz o'qishimiz uchun tahorat bo'lish kerak. Ya'ni tahorat tepilmasa namoz o'qish to'g'ri bo'lmaydi. Lekin tahoratning bo'lishi namoz o'qish lozim kelmaydi-ku. Tartib odamning hammasi cho'qim farz namoz o'qish shart emas. Namozga vaqti kelganda o'qiydigan gap. Bir misol. Ahkamlari agish qiladigan shar'iy to'y, masalan, bir sog'lom bir nikohdan birisi, shar'iy nikohdan birisi ning bo'lishi ikki guvohchininki to'y nikoh qilgan vaqtida hozir bo'lishiga qarshi. Ikki guvohchi shart. Ikki guvohchi shart. Ammo ikki guvohchi bo'lganligi yerda nikohli deganlik emas. Nikoh bo'lishni ikki guvohchi shart, lekin ikki guvohchi bo'lganligi nikohlidan dash yo'q. Ahkamlari agish qiladigan degan gap sog'lom, to'g'ri bo'lgan savdo demakchi. To'g'ri bo'lgan shar'iy savdoning bo'lishi ikki bedelni bilishga qarashliqki, qarshi taraf aning malni, malning egisi pulni bilish kerak. Pul egisi malni, malning egisi pulni aniq bilish kerak. Ammo pulning egisi malni, malning egisi pulni bilganlik bilan savdo cho'qim bitadi deyish kerak emas. Lekin savdoning turishi uchun mush shart. Lekin ma'ni bilganlik savdo cho'qim bitish kerak deganlik bo'lmaydi. Mushunga o'xshash mana hakaza shari shart qilgan har qanday ishning shar'iy vujudi shuning shartlari tepilsa, shari uningga ma'lum bir shartni belgilagan har qanday bir mashrut, har qanday bir hukmning shar'iy vujudi, talab qilgan bo'yicha o'lchamlik shar'iy jihatda Alloh e'tirof qiladigan, shariat e'tirof qiladigan shaklda mavjud bo'lishi uchun idza wujida shurutuki uning shartlari tepilsa bo'ladi. Shar'an uning shartlari yo'qolsa ma'dum deb e'tibor qilinadi, yo'q deb e'tibor qilinadi. Lekin shartning baliqidan mashrutning baligi lozim kelmaydi. Shartda bilib qolsa cho'qim agish kirib digilolmaydi. Xo'sh. Endi bu shart nimaning sharti desa, esingizda bo'lsin, shart hamma narsaga qo'yiladi. Masalan, hukmning sharti bo'ladi. Haliqimiz bayatni so'zlagan sababning sharti bo'ladi. Bir sababning sabab bo'lishini shart bo'lishi kerak. Masalan, nisab zakatning farz bo'lishininki zakatning vojib bo'lishining sharti. Uning sharti nima desa, ma'lum miqdorga yetish masalan. Demak, bir sababning, masalan, qatl desak, qisosning vojibligining sababi. Endi o'sha qatlning qisosning vojibligiga sabab bo'lishining sharti qisos qatli amdan udvanan bo'lishi kerak masalan. Demak, shart degan hamma narsaga bo'ladi. Sababning sharti bo'ladi, savdoning sharti bo'ladi, hukmning sharti bo'ladi. Shart hamma yerda topiladigan shart. Odatda o'zimizning o'zaro bir-birimizga normal ishlarimizda shart qo'yisha olamiz masalan. Manda qilsam manda bo'ladi, manda qilsam manda, agar manda qilmasam manda qilmayman degandek, u normal gap. Ya'ni shar'iy shartlar dal sababni mukammallashtiradigan
Bunun ta'siri şunun əgiş qıladigan narsa degani, şart tepilmay qolib qolsa, sababmi sabab mukammal sabab bo'lolmaydi. Shart tepilmay qolib qolsa, hukmmi nima bo'ladi? Demak, shu mayada atalg'u jihatda shart, mashrut deb ishlashining sababi chunki mashrutning tahtiga hukmmi kiradi, sababmi kiradi. Ishqib shart qo'yg'uliki bo'ladigan narsaning hammasi shunday tahtiga kiradigan gap. Masalan, qatl desa, qisosni vojib qilishning sababi, lekin shart bu qatli amdan udwanan, qasdan tajovuzan bo'lish kerak. Aqd zavoj mut'ining mulkining sababiki ayolning o'tirida halollik shakllanadi. Lekin shart kishi guvohchi hozir bo'lish shartli. Masalan, demak shunga o'xshagan har qanday aqd tasarrufotning ta'siri uning agishib kelishi uchun cho'qim shartlar to'liq bo'lgan vaqtida. Masalan, deylik, biz bir sotni qildik, men uyni sizdan oldim, lekin shartim uyninki avroqlarini, masalan, kinishkilarini, uyninki qog'ozlarini to'liq hozirlab berishingiz kerak desa, sotning bitishi uchun biz deyishgan gaplar hozirladik. Bu har qanday edi. Men u mayadagi shart qandaqdir hukm bilan qasamiz. Hukmning sharti, sababning sharti va har qanday aqd tasarrufotning har qandayinki sharti bo'lsa, shart topilmasa, shart qilingan mashrut, mayli u hukm bo'lsin, sabab bo'lsin, boshqa aqd tasarrufot bo'lsin, shakllanmaydi, kammaydi, ijro bo'lmaydi. Ta'siri agishib kelmaydi degan gap bitmaydi degan gap hisobda. Ta'siri agishib keldi degan gap ish ijro qilindi oxirigacha degan gap. Ta'sir agishib kelmaydi degan gap bitmidi o'sh degan gap. Masalan, bir uyni sodisini qilsam, ta'sir agishib keldi degan gap, uyning mulki mening oldi degan gap. Bir nikoh to'g'ri bo'ldi degan gap, ta'sir agishib keldi degan gap, ya'ni men u halol oldi, u menga halol oldi, men unga halol oldim. Tug'ilgan bola mening oldi, uning nafaqati, chiqimlari mening ustimga vojib bo'ldi degan gap. Ta'sir agishib kelish degan shu. Endi bir narsaning rukni bilan shartning o'tirdiagi sabab, farq. Bayatni biz shartni rukni emas, sirt bir ishda o'qamas, rukni bilan shartning o'tirdiagi farq. U ikkisining har biri hukmning vujudi shuning vujudiga qarashliq. Lekin rukni degan bir narsaning mohiyatining bir qismi yoki bir narsaning asosi. Masalan, odam desak, odamning odam bo'lishi uchun ma'lum shartlar topiladi. Masalan, bunda bo'ladi. Ma'u rukni uludu. Amma shart degan uning xarakteridan sirtqi bir ish, uning eczalarından emas. Uning mesela adamning qo'li, puti adamning ruknisi. Lekin shart degan buningdan sirt bir ish. Mana tushunsak bo'ladi. Masalan, ruku desa namozning ruknisi. Namozda shu ruku degan gap hamda. Shu namoz bir odamning namoz o'qiganligini rukuga qarab o'qimizda. Chunki u namozning xarakterining bir juz'isi, ammo tahorat namozning sharti, chunki u namozning xarakterining sir bir ish. Namoz shart qilingan tahorat, lekin tahorat namoz emas. Ayrim, ikkisi ayrim narsa. Aqd siyg'isi oldim sotdim degan siyg'a. Ikki aqd qilguvchi, og'iz sotquchi. Aqd qilgan o'rin, ya'ni elingan sotilgan narsa hammasi aqdining arkonlariki, shular bo'lmasa aqd bo'lmaydi, chunki ular uning ajzoyi. Endi zavojga ishga guvohchining hozir bo'lishi, baydagi ishki badalninki, olgan sotgan moldan pulninki muayyanlishi, hiba qilingan narsani hibada masalan topshirib berish, hammasi shart erkanimiz. Chunki xarakteridan sirtqi bir ishlar bu. Chunki u aqdining ajzolaridan qatorida emas. Demak, mushuning jihatidan vaqt deganning erkanlari va shartlari va bayning va boshqa tasarrufotlarning hammasining erkanlari va shartlari va qachoniki erkanlardan bir ruknida xalal chataq chiqib qolsa, bu xalal savdoning o'zida tasarrufotning uzildi, ma ish botil deb qaraldi Hanafi mazhabda. Uning hukmi hukm emas, ta'sir agishmaydi degan gap ish hisob emas. Ammo qachoniki shartlardan bir shartda xalal hosil bo'lib qolsa, bu xalal aqd tasarrufotning sifati bo'ladi, tashqarishida buni pas deb ayiradi, ish ijro qilinaveradi, lekin ash pas tarafini o'ngshish kerak. Buning masalalari inshaalloh oxirida ancha-muncha misollar chiqadi, qolgan fiqh kitoblaridagi, Hanafi fiqh kitoblaridagi mabai fasid, mabai batil, manika fasid, manika va endi nikoh masalasi sal farqlanadi, uni ayrim so'zlaymiz inshaalloh. Ammo ikkiga ayiramiz. Rukni shart. Rukni yo'qolsa, ishning o'zi yo'qolgan bo'ladi. Ish emas u. Ammo shart yo'qolsa, ishga qo'yilgan shart yo'qolgan bo'ladi. Ishning xarakteri jihati ish bo'laveradi. Ba'zi ta'sirlar agishib keladi, lekin bizga vojibi shu shartni hozirlash kerak yoki shu tufaylidan ishni buzib o'tish, ayirib o'tish kerak. Mana nuqtada farqlanadi. Bayatınqı şartning tushuntirishining ichida biz mana bir gapni qildik. Shart muayyan bir hukm yoki muayyan bir ish qilam xos emas. Hükümlerde tepelidi, sebeplerinin şart oldu, tasarrufotlarning şart oldu. Shuningdek, yana shartlarga kelish manba jihatda Alloh tarafidan, ya'ni shariat tarafidan belgilangan shartlar bo'ladi. Bu shartni odatda shart shar'iy deb qo'yamiz.
Andakin özara birisi-birimizden qilishib olgan shartlar bo'ladi. Masalan, so'z satiqda ani qilsam manda bo'lmaydi, mana qilsam manda bo'ladi, sen bunda qilishing kerak degandek shartlar bo'ladi. Mana shart ja'li deb qo'yamiz. Buning ahkomi tuvandigicha. Va qiyin emas. Ba'zida shartlarni shart qilish shar'ning hukmi bilan bo'ladi, shariat tarafidan yana bu shartni shart shar'iy deb qo'yamiz. Ba'zida shartni shart qilish mukallafning tasarrufoti bilan bo'ladi, bu shartni shart ja'li deb qo'yamiz. Masalan, birinchisining misoli shariat shari nikah bey'i, hibe, vasiyat shundami? Qatarlıqlarni shart qilgan, andikin besh namozning vojib qilish uchun, zakatni vojib qilish, siyam, haj, bularni vojib qilishni shart qilgan, had 9 shundan boshqa ishlarni shart qilgan, shariat tarafidan Qur'on hadislarda tilga olingan shartlar, Mavlana hammasi sharti shar'iy, mush ishlar olmay qolib qolsa, hukm ijro qilinmagan bo'ladi, ijro qilinmaydi. İkincisi misali bizning kundalik turmushimizda yamancha uchraydi bu sharti jahli. Ta bugungi zamonda masalan sodlarning to'xtam bu ishlarda anda qilish kerak. Nurg'un buning shartlari va qo'yilgan mushlarning hamma sharti jahli. Buning hatto mushu masalada ba'zi jirmonlar qo'yish bu haqida maxsus shartul jazo da bir kitoblarni chiqarliq ayrim bahsi bak uzun bahsi, lekin bu yerdagi xarakter masalasi nima desa kishilar o'zaro qilgan shartlar shariatninki shu sodiga belgilagan belgilamalariga zidlam kelmasa, sodud bo'lgan asosiy maqsadga zid kelmasa, ikki taraf favqulodda eg'izyanga uchmaydigan bo'lib qolsa, ikkala taraf masalan xarakteri jihatda ikki ishlarni o'zaro qilishgan sharti hisoblanadi. An abturk misol keltirib, ikkinchisi misoli masalan kishi ayoliga taloqni tugish uchun shart qilgan shartlar masalan, agar palonni ko'rib qolsang sen talaq, ön chiqib qolsang sen talaq deganda kelaqi bir xil shartlar bor. Malik o'zining qo'lini ozod qilishni qilgan shartlar, agar bunday qilib qolsam qo'lim ozod degandakchi. Demak, mushurunda taloqni aytqani ma'lum shartning vujudiga esib qo'yishning taqozosi. Masalan, agar men bunday qilib qolsam shu qo'lni ozod qilib o'tma deb qilishning taqozosi taloqning yoki aytqining vujudi halqi shartning vujudiga qarashliq, uning yo'qligi lozim keladi. Agar u tepilmay qolib qolsa ijro qilinmaydi. Taloq siyg'isi bir sabab taloq shunga ergishib keladigan, lekin mushu taloq siyg'isi ma'lum shartga bog'landi, shart to'liqlangan vaqtda andikan taloq degan gapga taloqning hukmi keladi. O'g'anda og'izdan chiqib bo'ldi u. Agar men bundan keyin masalan ba'zi kayf bo'lib qolsa, haraq ichib qolsam ayolim taloq juma desa, og'izdan taloq degan gap chiqib ketib bo'ldi. Masalan, endi hukm berib qarab turadi. Nimishqa darhol kelmaydi, ayollar nimishqa darhol taloq olmaydi desa, chunki sababga shartni belgilab qo'ydiki, haraq ichib qolsam deb. Masalan, yoki birisi menda xatolashib qolsam, qo'limni ozod qilib o'tma nazar yuzidan degan bo'lsa, ozod qildim degan gapning o'zi bir sabab. Buningga ozod qilish degan hukm qarab turdi deb senga keliblamagimda. Agar hal men ijro olsam bo'ldi deb. Lekin mayadagi sababninki bir shart belgilab qo'ydi-da, menda ish qilib salsam deb. Shunda shart topilgandan keyin sabab mukammal bir sababga aylanadi. Darhol hukm ijro olib ayoli taloq bo'ladi yoki qo'li ozod bo'ladi masalan. Lekin mukallafninki o'zi xohlagancha har qanday shartga, har qanday bir aqd tasarrufotlarni bog'lab olish huquqi yo'q. Cho'qim bu shart, qaranglar, aqdining hukmi tasarrufotning hukmiga zid bo'lmaganligini xarakter Alloh shu sodidan yoki shu aqdidan yoki shu ishdan shariatda maqsad qilingan bir maqsadga zid kelmagan, xarakterini buzib o'tmagan, ikki tarafga eg'ir zarar kelmagan shaklda shart qo'ysa bo'ladi, lekin bunda zid shaklda shart qo'ysa bo'lmaydi. Ammo shart aqdining hukmiga zid bo'lib qolsa, aqdi batil. Masalan, deylik, men bir mashinani sotdim. Sotgan vaqtda qarashib deyman-da, mashinani sotdim, mana bugun sotdim sizga, bir oy minib olaman desa, bu shart zid endi bu-chu, zid bu shartlar. Sodining amaliy nimasiga xarakter. Chunki u mashina olgandan keyin menish kerak-da o'zi. Ammo sodini bitirib bo'lgandan keyin men mashinani bir oy minib turay, u boshqa. Sodiga shart qo'yishning o'zi xato masalan. Chunki shart sababni mukammallashtiradi. Onun hükmüge şu sebepnin hükmü zid kelib qolsa, onun sababiyeti yo'qolib, sabab yo'qoladi-da onunki. Sodi degan gap mashina aning bo'lish kerak, erkin bo'lish kerak-ku. Lekin mana bir oy bermayman mashina, bir oydan keyin bermaydigan bo'lsa, u boshqa gap bo'ladi. Şunun misali masalan, aqdlar varki to'liq mulk, yoki to'liq halollik nisbat, aqd to'liq mulk deganimiz sodi sertifikati masalan, masalan mashinani sotdim degan gap qarshi gapning to'liq mulkiga aylandi. Yoki aqd zavojga to'liq ayol o'tirdi, halollik shakllanadi. Buning shar'iy hukmi shar'iy hukmi nima desa, ya'ni ikkisidan har biriga ergishib keladigan ta'sir siyg'isidan kechikmaslik kerakki, oldim tegdim degandan keyin halollik shu amallar sabit bo'lish kerak. Oldim sotdim degandan keyin mashina darhol shuni olish kerak. Endi mukallaf bir sodidan birini aqd qilibdi yo bir zavojdan birini, nikohdan birini qilibdi. U ikkisidan har birini kelgusida mundaq bir shartning tepilishiga qarashli qo'yib qolibdi masalan. Bo'lib qolsa, ma shartning taqozosi aqdi shartda biz tepiladi degan gap. Mashinani sotdim,
Manda bo'lib qolsa, Tege uş bulmaklık tehe. Ma yani ben aldım, bunda bo'lib qolsa dedimi? Bunu mavut del aqdının taqazasızlıkka maşını ağadan işilteliş gerek bunu. Kelüzdeki ma'lum bir şartımlıga isp qo'yishning o'zi so'da qildim degan taqazasızlık keladi bu. Halbuki o aqdının taqazası olsa hükme o aqdidan kechikmaydi-ku. Shunda aldım deb pul bergandan keyin maşını onu olish kerak masalan. Şoňlaşqa şart kesilgan so'da batil, şart kesilgan to'ynimi batil. Demek, xulosalasak, şarti ja'line şarı itibarı qasdigini şeriatga zid kelmasa, şart şariga o'xshash. Agar bizning qilgan shartimiz shariatga zid bo'lmagan shart bo'lib qolsa, shariatga qilgan shartlar bilan o'xshash, al-muslimuna ala shurutihim deb hadis va musulmonlarga amal qilish o'xshash vojib bo'ladi. Eg'izi deyishgan shart qilgan gaplar shariatda normal hukm sifatida ijro qilinadi. Shariatga amal qilmasa, hukm ijro bo'lmaydi. So'da kelganida masalan, ko'pincha bunday shartlar so'da satiqlarda, ijaralarda, ilm bilimlarda bo'ladi bunday ko'pincha shartlar. Shart to'g'riliq ahvollar shu. Endi mani degan nima desa, üçüncüsü, hukmul vadinin üçüncüsü mani. Bunu tarifatga kelsak, mani deganimiz uning baliqidan hukmning yo'qligi lozim qiladi. Endi biz Uyg'urcha tushundirsak, hukmni buzadigan ish, hukmga zid keladigan ish. Yoki sababning batilligi, adat ikki ish bo'ladi. Yo sababga zid bo'ladi, mani bo'ladi. Masalan, deyli, menda bir nisob bor. Nisob degan gap zakat berishga tegishlik zakat bersan bo'ladigan 80 gram oltinga to'g'ri keladigan iqtisod bor masalan. 30 ming so'mda atrofida pul bor deyli, yo 40 ming so'm pul bor deyli, menda zakat berishim kerak. Menda sabab bor, nisob bor. Derhal hüküm zakat berish degan hüküm bana vacib bo'lishga mana turadi. Ammo mushu sababning ash hükümge ijro qilinishi uchun mushu hükümni cheklaydigan bir ma'no. O ma'no o'zi muqayyiz desa, dal mening 40 so'm pulimga teng kelgan nima? Qarzim. Men juqumda 40 so'm pul bor, ammo 40 so'm qarzim bo'lib qolsa, ma 40 so'mning 40 so'mga yetganligi bir nisobga yetganligi bo'ladi, zakatni vojib qilay deb tursa, ma 40 so'mni zakatni vojib qilishni cheklaydigan qarzdan iborat bo'lgan bir ma'no va qarz elib o'tadi, xolos. Men dadamning balasi, masalan, mushu qarobatlik dadam bilan o'tiribmizga tuqqanlik dadamga mening merosxo'r bo'lishimga sabab bo'ladi. Shunda tursam, mening dadamni o'ltirib o'tganligim, masalan, mening meros olishimdan qanday qilib cheklaydi, ma'no bo'ladi. Ba'zida sabab shar'iy tepilib qoladi. Men bayatdan degandek nima tepiladi? Qarobat tepiladi, meros olishim kerak. Nisab tepiladi, zakat berish kerak. Uning barliq shartlari to'liq bo'ladi, lekin bir ma'ni tepilib qoladi-ku, ma'ni hukmning agishib kelib qilishdak deydi-ku, hukmni ijro qilib qo'ymaydi. Masalan, shu sabab hukmni so'rab aklanmaydi. Xuddi to'g'ri bir zavjiyat va oldi, tagdi, qarobatlik va uning balasi masalan, lekin merosning o'sha ikkisining biriga agishib kelishni cheklab qo'ydi. Masalan, varislar muvarrisninki din jihati muxtalif bo'lganligi, ayoli xristian, musulmon bo'lib qolsa, miros olmaydi masalan. Ma'mani yoki muvarrisni o'ldirib qo'yishiga ayoli erini o'ldirib qo'ydi, miros olmaydi masalan. Ya xuddi masalan qasdi amdi udvon tepildi. Qasdi amdi udvon masalan birini o'ldiryapti. Ma bir sabab, ma tufaylidan qisas vojib bo'ladi. Sabab bor, hukm bor. Endi ijro bo'lsinmi deb tursa, ma hukmni ijro qilishdan, hukmni akilishdan tuzdigan bir ma'ni va o'simi qotil maqtulning dadasi balasini o'ldiribdi. Unda bo'lsa, balasi tufaylidan dadasining qisas oladi. Dada qotil bo'lib qolsa, dadaning qisas olmaydi masalan. Ana o'g'anda yuqoridagi ta'rifatni biz shuni xulosalayamiz-ki. Nima xulosa oddiy gap, ha? Usulillohning istilohidagi ma'ni degan nima desa, bu bir ish bo'lib, sabab tepilish bilan birga tepiladi. Ma tahaqququs sabab degani sabab bo'lish bilan birga tepiladi. Va sababning shartlarining to'liqlanishi bilan birga tepiladi va musha ish tepilganlik tufaylidan musabbabning hukmning sababga agishib kelishini cheklab qo'ya oladi. Ammo shart yo'qlib ketsa ma'ni emas. Sabab bor, shart to'liq, endi hukm kelay deb tursa, mushu shartni cheklaydigan yoki sababni cheklaydigan bir dona nima bor? Ma'ni va ayrim masala. Shunga chiqib turdi aytadi, shartni yo'qotish ma'nida atalmagan istilohida. Gerçi bu shartni yo'qotishmi musabbabni sababga agir qilishni cheklagandir, lekin ma'ni ayrim bir masala. Masalan, ba'zi ma'ni shar'iy sababning amillashini cheklab qo'ygan holat, ba'zi hukmni emas, sababni cheklab qo'ydi. Ya'ni hukmning uning agir qilishini emas. Masalan, dayn desak, qarz desak, maldan zakat mallaridan bir nisob ega bo'lgan odamga qarz desak, buning qarzi sabab bo'lishini amillashini cheklab qo'ydi. Nimishqa? Zakat vojib bo'lish uchun. Qana desanglar, qarz bor degan gap buningda nisob yo'q degan gap hisobda. Mayda nisob degan sabab bo'lishini cheklab qo'ydi masalan. Chunki Madinaning moli
xuddi onun to'liq mel emasdek. Men qo'ldagi hozirgi mal mening melim emas, chunki qarzim bor emas. Nimaga desa, qarz egilarining haqqiga qarab, mening qo'limda 50 ming bo'lgan bilan 50 ming qarzim bor. Men 50 ming pul mening emas, u haqningki. Men noktadan mening davoganim bilan hozir hukm jihati mening emas u. O'ganda mayadagi nisab bo'lishga yaramaydi, sabab bo'lishga yaramaydi. Shuni hukm kelmaydi uningga. Amaliyotda bu haqiqatda mohiyatda shar'iy sababda tepilishi shart qilingan ishga xalal yetkazganlik mohiyatda. Bu ma'noda shartning to'liqlanması babidan deyiladi. Bu manining tepilish qabiliyati emas. Ammo balaqi yuqorida bir iliqda ba'zi mani bilan shartning o'xshib qoldigan tarafi uchun akilindi. Aniq tahqiqlasak, mani boshqa gap, shart boshqa gap. Shartning tepilmig'ini u nima bo'lmaydi, mani emas. Mani ayrim shart tepilib bo'lgandan keyin sabab bo'lgandan keyin anchaqlaydigan narsa bo'ladi. Mani bo'ladi. Shuni bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.